Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, ho'l va quruq hashay mahsulotlarni mana shunaqa qilib silos qilib beradi. Bundan chiqqan har xil turdagi hashay mahsulotlar isrof bo'lmaydi. Mana bu pichoqlarni ham ko'rib o'tishinglar mumkin. Ichida hashay mahsulotlar umuman qoldiq qolmaydi. Endi yerang'oq pirsni va somon pirslarni ishlatib ko'rsatamiz. Pirslarni juda qattiq bo'ladi bularimiz. Mana. Mana bu yerang'oq pirs bo'ladi, yog'ochli bo'ladi, bu kaltalik, qattiq bo'ladi. Buni mana bunaqa qilib, yumshoq qilib, maydalab, mayin qilib chiqarib beradi. Endi bundan somon pirsni ishlatib beramiz. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, somonni ham juda mayin qilib berdi. Umuman kaltagi qolmadi. Butun holatda ham mana ikkiga bo'lib yuboradi. Juda ham mayin qilib chiqarib yuboradi. Bunga bemalol kepayda aralashtirib molga, qo'yga bersanglar ham bundan isrof chiqmaydi. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, endi bular karamlarni ham solib chiqarib ko'ramiz. Mana juda ham mayin qilib yuboradi. Endi mana bu sabzilarni ham chiqarib ko'rsatamiz. Oho, mana mana obunachilarimiz, hurmatli kuzatuvchilarimiz ko'rib o'tishinglar mumkin. Buni molga berasizmi, qo'yga berasizmi? Bemalol isrof qilmaydi. Kepay aralashtirib yoki o'zini yem vitaminlarini aralashtirib bersanglar bo'laveradi. Parandachilikka ham bemalol yaraveradi, chorvadan tashqari. Endi ichki pichoqlarini ko'rsatib o'taman. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Juda ham yangi holatda turibdi. Mana bu yerlarda umuman hashay o'rab qoldi yoki boshqa narsalar bo'lmagan. Mana butun pichoqlari ham hammasi kalyonli ancha qattiq materialda bo'ladi. Endi bundan keyingi navbati uy to'ki ishlaydigan 4 kilovatlik misat motkali 220 ga ishlaydigan akula lentamizni ishlatib ko'rsatamiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, 220 ga ishlaydigan 4.8 li karabil drabilkamizni ham tayyorlab oldik. Buni o'zi zavod tarafidan berilgan. Mana bunaqa 63 amperli avtomati bo'ladi. Buni o'zidan yoqishinglar mumkin. Mana bu necha volt ishlaydi ekanini ko'rsatib turadi. 210 ni tepasi bo'lsa ishlataverasizlar bemalol. Mana bu mahsulotlarni solib chiqarib ko'rsatamiz. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, juda ham mayin qilib beradi. Bu ho'lni ham shunaqa silos darajada qilib beradi.
Jaguar bilan bir xil. Qo'lni ham silos qilib bosib qo'ysanglar bo'ladi. Endi juda ham qattiq. Mana bu mosh pressni chiqarib ishlatamiz. Mana bundan og'ziga sig'adigan qilib joylab berib tursanglar bo'ldi mana. Shu holatda bo'ladi. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, bu qattiq yog'ochli bo'ladi, juda ham mayin qilib beradi. Bu mosh pressni chiqargandan keyin boshqa yantoq va makka poyalar ham hech narsa emas. Bu qattiqni chiqarib ko'rsatib beryapmiz, eng qattig'ini. Qolgan o'tlarni, hashay mahsulotlarni bemalol chiqaradi. Pichoqlarni ham ko'rib o'tishinglar mumkin. Hech qayerda qolib ketgan joy yo'q. Oq pichoqdan bo'ladi bu ham. Pechatli bo'ladi. Mana ko'rib o'tishinglar mumkin. 4 o'rnayi 800 bo'ladi bunimiz. Modeli 900. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, mosh pressni ham juda ham mayin qilib chiqarib yuboradi. Ham desa, kusok qilib kesmaydi-da, o'rtasidan ham mayin qilib, yumshoq qilib maydalab beradi. Buni ham shu holatda ham mana pichoqlari aylantirib ko'rib o'tishinglar mumkin. Oq pichoqdan bo'ladi. Ikki xil razmerda, mayinroq, yirikroq xonadonga bemalol ishlatib foydalanishinglar mumkin bo'ladi. Hurmatli chorva ishqibozlari, mana 3.8 akula lentamizni ishlatib tekshirib oldik. Endi mana bu xonadonlar uchun, mini fermalar uchun 208 modelli drobilkamizni ishlatib, mana bunaqa sabzavotlar bilan sinab beramiz. Video davomida ko'rib o'tishinglar mumkin. Mana bu 220 ga ishlaydi. Mana buni ham ko'k ko'rsatadigani bor. 213 ekan bizni omborimizda ko'kimiz. Va sabzavotlar ishlatish uchun mana bunisidan ochib olasizlar mana. Mana bunisini olib qo'yasizlar. Mana ko'rib o'tishinglar mumkin. Bemalol har qanaqa sabzavot va meva mahsulotlarini pichoq ishlattirmasdan o'zi to'g'rab beradi. Buni yemdagi buqalarga, chorvaga yoki sut yo'nalishdagi sigirlarga bersanglar ham ancha chorvalarga yordam bo'ladi. Endi hozir karamni ishlatib beramiz.
joydan solinadi. Bitta operator ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Mana bu shu joydan. Mana. Mana shunaqa qilib juda ham mayin qilib salat qilib yuboradi. Buni bemalol parandachilikka ham ishlatib foydalanishingiz mumkin bo'ladi mana. Nafaqat chorvaga, parandachilik va baliqchilikka ham ishlatishingiz mumkin bo'ladi.